Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu joyda to'xtagan ekanmiz. Fasurral jami'u sururan kaseeran. Barcha juda ham qattiq xursand bo'ldi, ko'p xursand bo'ldi. Walakinnal faraha lam yabqa tawilan. Biroq xursandchilik uzoq qolmadi, uzoqqa cho'zilmadi. Faqat jaratis sultonatu ila jildi thu'ban. Qirolicha ilonni teriga yugurdi. Yugurgan edi. Va qolat lil amir, amirga degan ediki, lan tasira thu'banan marratan ukhra, boshqa endi ilonga aylanmaysan. Va alqatil jidda finnar, va ilonni terisini ham olovga tashladi. Va nazara ilayha al-amir nazaratan kulluha huznun va alam. Amir ham juda bitta nazar tashladiki, bu nazarining barchasi mahzunlik va og'riq edi. Va dediki, innaki la ta'lamina madha fa'alti. Siz nima qilganingizni bilmaysiz. Va ala ay xatarin aqdamti, va qanaqangi xatarga qadam qo'yganingizni ham bilmaysiz. Va fil vaqti alladhi tamma fihi harqu jildi thu'ban, ya'ni ilonni teri nima kuygan vaqtda tahawwala al-amiru al-miskin ila ta'irin abyad hazin. Bechora amir nima mahzun bir oppoq qushga aylanib qoldi. وبدأ يطير إلى نافذة قد أغلق زجاجها, ya'ni derazasi yopilgan deraza tomon ucha boshladi. Fakasara zujajan nafizati biquwwatihi, u bor kuchi bilan derazani shishasini sindirdi. Va jaraha nafsahu, va o'z nafsini jarohatladi. Va kharaja minan nafiza, va derazadan chiqib ketdi. Va tara ba'idan fi sama, osmonda uzoq uchdi. ورأى السلطان والسلطانة والأميرة فقطرات الدم. Sulton, ya'ni qirol va sultonat, qirolicha va amira va uning ukkolarining qizi qon tomchilarini ko'rdi, qizil. Tatasaqatu fawqa rishihi al-abyad, uning oq patini ustidan tushayotgan. Tatasaqat. Wajaratil amiratu ila an-nafiza, va amira derazaga yugurdi. ونظرت إلى الطائر الجريح المسكين, bechora jarohatlangan qushga qaradi. وهو يطير, holbuki u uchib turar edi. واستمرت تنظر إليه, unga qarashda davom etdi. حتى اختفى عن النظر في السماء الزرقاء, ko'k osmonda nazardan yo'qoldi hattoyinki. فمدت الأميرة ذراعيها إلى السماء, va amira o'z tirsaklarini osmonga cho'zdi. Tatlubu lahu min Allohin najat, Allohdan najotni u uchun so'rab. Va bada'at tabki buka'an murran, juda qattiq achchiq yig'lay boshladi. Va hawala abawaha an yuskitaha va yusalliyaha, va uning ota-onalari uni yuskita, ya'ni uni tasalli berar edi va uni tinchlantirishga urinar edi. Va yansaha laha bis-sabr, unga sabrni nasihat qilishar edi. Biroq walakinna bukaaha, lekin biroq uni yig'isi kana yashtad, kuchayib boraverardi. Va huznaha kana yazid, uning mahzunligi ham ziyodalashib ketaverardi. Ala faqdiha khatibaha al-amir ash-shab al-jamil, o'zini chiroyli amiri kuyovini yo'qotganligiga. Uchun ma'nosini bersak ham bo'ladi. Xo'p, aqbalal-layl, tun keldi. Va dhahaba kullu fardin fil qasri ila firashihi, va qasrdagi fardlarning har biri o'z to'shagiga ketdi. Illoyinki mana shu amira fa innaha labisat malabisa, kiyimlarini kiydi. Va tarakat hujrat, o'z xonasini tark etdi. Va dhahabat ila abiha va ummiha, ota-onasining oldiga bordi. Tasta'dinuhuma, u ikkovlaridan chiqishga izn so'rab. Lil bahthi an khatibiha al-amir, o'zini sehrlangan kuyovini qidirish uchun. Va lam yajid al-ab wal umm fa'idatan min al-mu'aradati fasamaha laha. Ota-ona unga qarshilik ko'rsatishdan biror bitta foydani topmabdiki, unga nima qildi? Izn berib yubordi qizga. Ruxsat berdi, to'g'riroq izn berdi desa azina fe'li borda. Samaha degani ruxsat berdi. Fasammatil amiratu ala an tabhatha fi anha'il alam, dunyoni har burchagida qidirishlikka
qaror qilgan ekan amira, hattoki tajida khatibaha al-amira al-miskin allazi wa'adat an tatazawwajahu, unga turmushga qurishga va'da bergan bechora kuyovni topgunga qadar qidirishga azmi qaror qilibdi. Hop, xarajatil amiratu min al-qasri wahdaha, yolg'iz o'zi chiqib ketibdi amira qasrdan. Va lam tasmah li ahadin bi musahabati, ya'ni u bilan hamroh bo'lishga biror kimsaga ruxsat bermabdi. Va murafaqatihi, u bilan o'rtoqlashishga, lil bahthi ma'aha, u bilan birgalikda qidirish uchun. Va tarakatil madinata, shaharni tark etibdi. Va sarat, va sayr qilibdiki, hatta vasalat ila g'abatin kabira, katta o'rmonga yetib boribdi. فدخلتها, va unga kiribdi. واستمرت سائرة فيها, u yerda sayr qilishda davom etibdi. Hatta qabalaha ta'labun, bir tulki un bilan ko'rishibdi. Fata'allama li haliha, uning holatiga og'riqlanibdi. Lamma ra'aha hazinatan bakiyatal ayn, ko'zlari yig'i mahzun bo'lgan holda ko'rganda. Va arada alayha isti'dadahu li musa'adatiha, ya'ni unga taklif qilibdiki, tayyorlanishlikni, unga yordam berishlik uchun. Bi an yurshidaha ila at-tariq fil g'aba, o'rmonda yo'lni ko'rsatishlik bilan. Tamam? Chunki u va yolg'iz o'zi, va laysa ma'aha ahadun yahrusuha, uni himoya qiladigan biror bir kimsa yo'q edi fi asna'il tun asnosida. Va amira nima tulkiga min rahmat aytibdi, shu'urahun nabil, uni o'sha ulug' bir sezganligiga. Va radiyat bi zahabihi ma'aha li irshadiha, va u bilan birgalikda yo'lni ko'rsatish uchun nima ketganligidan ham rozi bo'lganligiga ham rahmat aytibdi. Va sarau, ikkovlari birgalikda o'rmonda tunda sayr qildilar. Li husni hazziha, ana shuning baxtiga, qizni amirani baxtiga, tun oydin edi. Oydin degani o'sha yorug'roqdi, oy chiqqan. Va kana daw'ul qamari sati'an fi kulli makan, har joyda oyning shunaqa nuri porlab turar edi. To'yib. Va ba'da muddatin, bir qancha muddatdan so'ng, ta'ibatil amiratu min al-mashi, amira yurishdan charchadi. Washtadda biha at-ta'ab, charchoq unda kuchli bo'ldi. Va turrat ila an tajlisa ala al-hashish al-akhdar al-ratb, va xo'l yashil o'tlarning ustida o'tirishlikka majbur bo'ldi. Tahta ashjaril g'aba, o'rmon daraxtlarining ostida. Litastariha min at-ta'ab, charchoqdan dam olishligi uchun. Thumma taqumu va tukmil rihlataha, so'ngra turib safarini nima qiladi, davom ettiradi, to'ldiradi. Va bahsaha an khatibiha al-miskin, bechora kuyovini qidirishlikda ham. Va jalasa as-sa'labu qariban minha, va tulki unga yaqin o'tirdi. Liyahrusaha min al-hayawanat al-mutawahhisha, yirtqich hayvonlardan uni himoya qilish uchun. Va li shiddati ta'abiha g'alabaha an-nawm, haddan tashqari charchog'idan uyqu unga g'olib keldi, uning ustidan. Va lam yastati' muqawamataha, unga qarshilik ko'rsata olmadi, ya'ni uyqusiga qarshi tura olmadi-da. Xo'p, fanamat nawman amiqa, chuqur uyquga ketdi. Va lam takad tastayqiz min an-nawm, uyqudan uyg'ona yozmasidan, hatta sami'at at-tuyura ala ash-shajara, qushlarni eshitdiki, daraxtning ustidagi qushlarni eshitdiki, tug'onni bi sawtin jamil, chiroyli bir ovozda ashula aytayotganligini. Lam tasma'hu min qabl, oldin uni eshitmagan. Fasalaha at-ta'lab, tulki undan so'radiki, hal tafhamina ya sayyidati ma taquluhu hadhihi at-tuyur, bu qushlar nima deyotganligini tushunyapsizmi ey sayyidam? Fa ajabatil amira, amira dediki, la, inni la afham lughat at-tuyur, men qushlarni tilini tushunmayapman. Walakinni uhibbu sawtaha al-azb, lekin yoqimli bir tovushini yaxshi ko'raman. Va g'inaaha al-jamil, chiroyli nima ashulasini ham. Amma sa'lab, tulkiga kelsak, faqad fahima ma taqul, aytayotgan narsasini tushungan edi, qushlar aytayotgan. Fa bada yashrah lil amiraga sharh qila boshladi. Bi lughatin hadiatin bati'ah, xotirjam, sekin bir til ila.
ما تقصده الطيور من غنائها. qushlar o'zini tovushidan qasd qilayotgan narsani. ويفسر لها معنى أغنيتها. u qushlarini ashulasini ma'nosini tafsirlab bera boshladi. ويبين لها أن هذه الطيور وإنجا بيان قبيردك البته mana shu qushlar تتحدث عن أمير مسحور sehrlangan amir haqida gaplashayotganligini. قد مسخ من قبل avval aylangan بتأثير السحر sehr ta'siri ila boshqa bir suratga aylangan. musixa degani o'sha aylangan. فتحول إلى شكل ثعبان shu ilon shakliga aylanib qolgan natijada. وعاش كما يعيش الثعبان ilon yashagandaqa yashagan ekanligini. ثم عنيت بتربيته سيدة فلاحة. bir dehqon ayol uni tarbiyasi bilan shug'ullangan. واتخذته مثل طفل لها. o'ziga bola singari tutgan ekanligi. وتبناه زوجها. uning turmush o'rtog'i esa uni bola qilib olganligi. واستمر عندهما 10 سنوات. 10 yil u yerda davom etganligini. u ikkovlarning huzurida. وقد انقضت هذه السنوات العشر. mana shu 10 yil o'tdi. sanatan ba'da ukhra. birinma-ketin. Tamam? Hatto kabir, hatto katta bo'ldi va amirani yaxshi ko'rib qoldi va unga uylanishni xohlaganligini. Faradiya abuha va uning otasi rozi bo'lganligini. Ba'dan qamalahu at-tu'ban bi ashya ajibatin g'ariba. Ilon ajoyib bir g'arib narsalarni bajargandan so'ng va unga va'da bergan ekanligini, qiziga uni uylantirishlikni. ورضيت الأميرة أن يتزوجها هذا الثعبان. mana shu ilon unga uylanishligini amira rozi bo'lgan ekanligini, hatto la yuqol aytilmasligi uchun. Albatta uning otasi va'dasiga xilof chiqibdi. Fazala ta'thiru sihri anhu. va sehrni ta'siri undan ketibdi. ورجع إلى suratihi al-ula. avvalgi suratiga qaytibdi. وهي suratu insanin. u inson surati avval bo'lgandaqa. Kama kana degani shunaqa. وفي أثناء وجوده بحجرتها في القصر. qasrida xonada mavjud ekanligi asnosida qomat ummuha as-sultona. uning onasi qirolicha turibdi-da, oloviga uning terisini otibdi. Ya'ni otishni bajaribdi. Ya'ni qoma degani bajarmoq bilan kelsa. لتتخلص من شكل الثعبان. ilonni shaklidan xalos bo'lish uchun. va surati الثعبان. va ilonni suratidan ham. hatta la yalhaq ibnataha ay sharrin aw adha. har qanaqangi yomonlik yoki aziyat qiziga yo'liqmasligi uchun. ilon sukut saqlabdi va amira yig'labdi. ana shunda nima bilgan ekanligidaki qushlar ham ana shu kuyovini qissasini aytayotganligi va unda ana shu kuyov va uning amirasi, ya'ni xotinida sodir bo'lgan narsani bayon qilayotganligida. Va rajatit ta'laba an yazkura laha baqiyat al-qissa. va tulkidan iltimos qilibdiki, unga qissaning qolganini zikr qilishlikka. shunday qissaki tug'anniha qushlar aytayotgan. va yashraha laha ma za asaba al-amir. va amirga yetgan nima narsa yetganligini sharh qilib berishni ham. va hal zala hada mana shu sehr ketganmi? va Ta'lab tulki debdiki, va qad zannat ummuha. uning onasi o'ylabdiki, uning ishida qizini najoti bor deb o'ylabdi. va biroq u unga asaat ilayha akbara isa, juda ham yomon bir yomonlikni yetkazganligini. Bi husni niyatin, yaxshi niyat bilan. Chunki amir oq qushga aylanib qopti-da, xuddi kaptarga o'xshab, kal hamamatil bayda, oppoq kaptarga o'xshab. Va sara fi halatin yurthalaha. shunday bir holatda bo'lib qoptiki, achinarli. Yurthalaha degan achinadigan. Va huwa al-an hoziru fi shiddatil xatar, juda qattiq xatarda. va yukhaf alayhi min al-maut. o'limdan unga u uchun tashvishlangan holda. فسألته الأميرة. amira undan so'rabdiki, arju an tazkura li limadha huwa fi shiddatil khatar. iltimos qilamanki, menga aytishligingni, nima uchun u haddan tashqari xatarda. va tulkunga javob berdiki, chunki amironi ayoli qad haraqat jildat thu'ban, ya'ni ilonni terisini yondirib tashadi.
فحكم على الأمير بأن يمسخ endi ويتحول إلى طائر ya'ni amirga hukm qilindiki qushga aylanishligi likay yahruba min al-hujrati xonadan chiqish uchun فتحول إلى طائر أبيض oq qushga aylandi ولما أراد الخروج من النافذة بقوة bor kuchi bilan derazadan chiqishni xohlaganda kana zujajuha mughlaqan uning shishasi ya'ni derazani oynasi yopiq edi va shisha sindi va jurihat dira'uha uning tirsagi jarohatlandi juda qattiq jurhan baligha وربما يموت من هذا الجرح mana shu jarohatdan o'lishi mumkin asghi ya sayyidati ey sayyidam menga quloq sol ala tasma'ina sawta at-tuyur qushlarning ovozini eshitmayapsizmi daraxtning ustidagi innahu sawtun muhzin kullal huzn juda ham kishini mahzun qiluvchi tovushdir chunki amir hozir xatarli holatlarning eng shiddatlisida biroq بإخلاص خطيبتها ووفائها له وبحثها عنه وتفكيرها فيه وهو طائر جريح مسكين ya'ni xotinini shu vafosi ixlosi tufayli va uni qidirishligi va u borasida fikr yuritishi tufayli holbuki u bechora jarohatlangan qush holida qad aada amiran kama kan avval qanday bo'lgandek shunday amir bo'lib qaytadi va raja'a ila qasri otasini qasriga qaytadi biroq u fi halatin xatarli bir holatda jarohatlaridan o'zini zira ya'ni o'zini tirsagidagi jarohatlaridan u hozir fi ayyamihil akhir oxirgi kunlarida qad yamut min hada mana shu jarohatlardan o'lishi mumkin qodga gohida deb ma'no berdik fasalatul amiratu amira undan so'radiki ala tastati' an tukhbiran menga xabar bera olmaysanmi an wasilatin li ilajihi va shifaihi min juruhi uni jarohatlaridan va shifo topishligi va muolaja topishligi uchun vosita haqida va ajaba al-tha'lab tulki javob berdiki hunaka wasilatun wahida bittagina yo'l bor faqat uni shifo topishi uchun va uni muolajasi uchun u ham bo'lsa an tatamakkana al-amiratu allati khatabaha ya'ni uni qo'lini so'ragan amira imkon topmoqligidir va arada an yatazawwajaha va ahabbaha va akhlasa laha al-ikhlasa kullah unga uylanishni xohlashligi va uni yaxshi ko'rishi va unga juda ham yaxshi ixlos qilishligi min an ta'khudha rishatan min dhayli kulli ta'ir har bir qushni dumidan bitta patni olishlikdan min tilka at-tuyur al-arba'a allati tughanni ghina'an muhzin juda ham mahzun bir ashulani aytayotgan 4 ta ana u qushlardan va tugharridu taghridan mubkiyan kishini yig'latib yuboruvchi sayrayotgan fawqa daraxtning ustidagi summa tazhab ilayhi bi nafsiha so'ngra o'zi uni oldiga boradiki mana shu patlarni jarohatini ustiga qo'yishi uchun va mana shu muolajani o'zi bilangina yushfa al-amir min maradihi kasalligidan amir shifo topadi bi mashiatillahi ta'ala Allohning nima xohishi bilan سمعت الأميرة هذه النصيحة أميرة من شو النصيحة إشت فأخبرت الثعلب بشخصيتها وتلكيجي خبر بيردكي أذن الشخصية حقدمه وونجدكي إنها خطيبة الأمير المسكين بيشار أميرنا خطيبة صدور وقد حضرت للبحث عنه ونقدر شنجان والعمل على نجاته ونقد قرش لك ده إشلاش شنجان وإنقاذه من تأثير السحر والمرض كسلك وسحرنا تحسرنا ونقد خرج شنجان ورجته أن يأتي لها بريشة و undan iltimos qildiki u unga bir anaqa patni olib kelishligini ana shu 4 ta qushlardan har birini dumidan va yu'tiyaha hada ar-rish mana shu patni unga berishligini u kasal amirni u patlar bilan va muolaja qilish uchun va tavassalat ilayhi an yusdiya ilayha hada al-ma'ruf mana shu yaxshilikni unga qilishligini ko'rsatishligini undan yolvoribdi va unga va'da beribdiki
أن تعده على الدوام الصديق الوفي لها. Unga davomiy bir do'st bo'lib sanashni, vafodor do'st deb sanashligini va'da beribdi. Va an tukafi'ahu ahsana mukafa'atin ala jami'. Uni yaxshiligiga juda ham yaxshi bir mukofotlashlikka ham va'da berdi. Va tulki javob berdiki, "Sa'uhawli zalika bi kulli surur." Bajonidil ana shunga urinib ko'raman. Va biroq ish al-amr yahtaj ila sabrin tawil. Uzoq bir sabrga ehtiyoj sezadi. لأن هذه الطيور كثيرة الخجل. Chunki mana bu qushlar nima xajal degani o'sha xijolat tortishligida, ya'ni uyalishligi juda ham ko'p. Shadidatul haya, juda ham hayoli. Sari'atut tayaron, tezda uchib ketib qoladi. Iza qarabtu minha naharan, kunduzda men unga agar yaqinlashsam. Va anti tarayna anna ash-shamsa qad talat. Siz ko'ryapsizki albatta quyosh ham ko'tarilgan ekanligini. Va anna at-tuyura tara kull haraqa. Va qushlar ham barcha harakatni ko'radi. Va iza qarabtu minha, hozir men unga yaqinlashsam uchib qochib ketib qoladi. Va sanuttarru ila an nantazira tungacha kutishligimizga majbur bo'lamiz. Hatta yanqadi an-naharu bi nuri, hattoki tun kunduz o'zini nuri bilan yo'qolishligi uchun va tun o'zini zulmati bilan kelishi uchun. Va tazhaba at-tuyuru ila 'ishashiha liyanam. Qushlar ham o'zini inlariga uxlashliklari uchun boradi. Borishi uchun va hina ana shunda atasallaqu, men daraxtga chirmashaman bor kuchim bilan. Va akhudhu rishatan min dhayli kulli ta'ir min hadhihi at-tuyur al-arba'a wa huwa fi 'ishi. Holbuki ular o'zini uydaligida mana shu qushlarni har biridan dumidan bitta patni olaman. Qadatil amiratu an-nahara kullaha. Amira kunni barchasini o'tkazdiki o'rmonda, daraxtni ostida. U bilan birgalikda vafodor, dono bir anaqa tulki ham bor edi. Va akhazat ta'uddu an-nahara bis-sa'a, ya'ni soat bilan kunduzni sanay boshladi. Fatala an-nahar, kunduz juda ham cho'zilib ketdi. Vaqt ham cho'zildi. Va badalaha anna as-sa'at tamur bi bat'in shadid. Va soat juda ham o'ta sekinlik bilan o'tayotgan ekanligi unga ko'rindi. Tuyuldi to'g'riroq. Va akhiran va nihoyat g'arabat ash-shams. Quyosh ham g'arq bo'ldi, ya'ni quyosh botdi va tun ham Amira kutgan intizorsizlik bilan kutgan tun ham kirib keldi. Aqbalal layl. Va akhadha kullu ta'irin yadhhab ila 'ishshi. Har bir qush o'zini iniga keta boshladi. Wajtama'at at-tuyur al-arba'atu 'ala ash-shajarati linatanama fi 'ishashiha. Ya'ni 4 ta qush o'zini inlarida uxlash uchun daraxtga to'plandi. Akhazatil amiratu wat-ta'lab yanzurani ila at-tuyur allati fawqa ash-shajara. Daraxtning ustidagi qushlarga Amira va tulki qaray boshladi. Va kutar edilarki o'zlarini inlariga kirib ketishini, uxlashliklari uchun. Wa hinama ta'akkada at-ta'lab anna at-tuyur al-arba'a tarakat furu' ash-shajarati wa namat fi 'ishashiha. Ya'ni aniq tulki ta'kidlagan paytdagi qushlar, to'rala qush daraxtni shoxlarini tark etib o'zlarini inlariga uxlash uchun kirganda va daraxtga chirmashibdi. U tulki bor anaqa hudu degani xotirjamlik bilan, hattoki biror bitta qush uyg'onib ketmasligi uchun va o'zini ushi, ya'ni o'zini inidan harakatlanmasligi uchun va bi sur'atin va maharatin, mahorat va tezlik bilan akhadha rishatan min dhayli kulli ta'ir min hadhihi at-tuyur al-arba'ati al-hazinati 'ala al-amir. Amirning ustidagi mahzun bir 4 ta qushlardan har birini dumidan bitta patni oldi. Va hadhihi at-tuyur allati kanat tughanni. Mana shu qushlar ashula aytayotgan bo'lgan qushlar. Va tadhkuru fi ghina'iha bi sawtiha ash-shaji al-muhzin qissat al-amir va ma hadatha lahu. Unda sodir bo'lgan
va amirni qissasini mahzunli bir anaqa shunaqangi bir muhzin shajiyun degan shunaqa ovozda, qanaqa ovoz desa muhzin ovoz, juda ham mahzunli bir ovoz bilan ashulasida zikr qilayotgan. So'ngra nazala minash shajarat, daraxtdan tushdi va qaddama lil amirati ar-rishat al-arba'a allati tahtaju ilayha li'ilaj al-amir min juruhi. Ya'ni amirni jarohatlaridan muolaja qilish uchun ehtiyoj sezadigan 4 ta patlarni amiraga berdi, taqdim qildi. Va amiro ham dediki: "Ayyuha as-sa'lab al-hakim, ey aziz anaqa tulki, inni yuqaddimu laka ajzal ash-shukr va awfara." Eng yaxshi minnatdorchilikni senga taqdim qilaman. Vallohu wahdahu huval qodir ala mukafaatik. Allohning o'zi, yolg'iz o'zi senga mukofotlashga qodirdir. Valan ansa ma'rufaka tulal hayot davomida sening yaxshiligingni unutmayman. Va tulki ham debdiki: laqad qumtu ya sayyidi biwajibi nahwa insanin maridin azizin ala at-tuyuri wal insan. Qushlar u insonga aziz bo'lgan kasal insonni oldidagi vojibimni, majburiyatimni bajardim xolos. Xolos emas, bajardim. Vala shukr ala vajib. Ya'ni majburiyatga rahmat shart emas. Wasafa laha sta'labu qasr al-amir alladhi dhahaba ilayhi. Ya'ni tulki u tomon ketgan amirni qasrini nima qildi? Unga sifatlab berdi, aytib berdi. Fada'athu va u bilan xayrlashdi. Wajarat va yugurdi bor kuchi bilan, bor tezligi bilan. Kama tajril g'azalatul musri'atun nashitah. Faol yuguruvchi anu kiyik kabi. Hattoki nima? Wasalat ila qasril amiril jarih, jarohatlangan amirning qasriga yetib boribdi. Mana shu joyda to'xtab turamiz.